Qanday omon qolganimni o'zim ham bilmayman. Kechasi juda qo'rqdim. Bu ziyofat, masxarabozliklar qachongacha davom etadi? Bu yer juda qorong'u. Kecha tunni qanday o'tkazding? Juda ham qo'rqdim. Tunni qushlar va hasharotlar bilan o'tkazishga majbur bo'ldim. Qanday qilib bir o'zimni tashlab ketdingizlar, ayting. Bu yerda sovuq toshlar ustida mening ko'zimga uyqu kelmagan paytda sizlar yumshoq yotog'ingizda qanday uxladingiz? Majbur edik. Ketishimiz kerak edi. Shamun, Yahuzo, bu yana nimasi? Qum bo'roni. Tezroq biror joyga berkinishimiz kerak. Hashir zabon, o'zingizga ishonchli biror joy toping. Loviy bo'ldi, yetar. Bo'ron kelyapti, biror joyga berkinishimiz kerak. Biz ketishimiz kerak. Bo'ron boshlanyapti. Yana kelaman uka. Xavotir olma. Loviy! Loviy! Nima bo'ldi? Ot va tuyalaringizga ko'z quloq bo'ling. Aslo tarqalmang. Bo'ron to'xtaguncha bir-biringizdan uzoqlashmang. Falih, karvonga ko'z quloq bo'l. Ehtiyot bo'ling. Bir-biringizdan uzoqlashmang. Bir-biringizni yo'qotib qo'ymang. Taqsir insonlar chanqadi. Ichishga bir tomchi ham suvimiz qolmadi. O'zingizni ehtiyot qiling. Bizga aytgan qudug'ingiz qayerda? Oz qoldi, yetib qoldik. Biroz sabr qiling. Janobim, ketayotgan tomonimizni yo'qotmaslikka harakat qiling. Bu yerdan tezroq ketaylik, bo'lmasa bu bo'ronda yo'limizni yo'qotib qo'yamiz. Bo'ron tindi. Bu qanday to'fon bo'ldi? Shiddatli bo'ron bo'ldi. To'satdan boshlandi va qisqa vaqtda tinib qoldi. Bu yer qayer, Falih? Tangrilarimizni bizga rahmi kelsin. Yo'limizni yo'qotdik. Xuddi bo'ron bizni yo'ldan adashtirish uchun ko'tarilgandek edi. Tavba to'satdan boshlandi. Bizni biroz qo'rqitdi, lekin yaxshi ham qisqa bo'ldi. Yusuf,
Endi nima qilamiz? Bilmayman. Bu yerni oldin hech ko'rmaganman. Yusuf! Bo'ron tindi. Qo'rqma, men shu yerdaman. Men qo'rqyapman. Bu yer zimiston. Meni bu yerdan chiqarib olinglar. Bunday qila olmayman. Qila olmayman. Qushlarning uchishi bizga bir ishora menimcha. Shu tarafga yuraylik. Harakatlanamiz. Mana u tomonga qarab. Hamma otlariga minsin. Bu yo'lni to'g'ri ekanligini qayerdan bilasizlar? Otam Ibrohimdek Allohga tavakkal qilamiz. Xudo xohlasa, to'g'ri yo'lni topamiz. Taqsir, lekin to'g'ri yo'lni topolmasak, hammamiz suvsizlikdan o'lamiz to'g'risi. Qarab ko'r, qancha suvimiz qoldi, yetarmikin? Juda kam. Idish yarimlab turibdi. Chanqaganlarga beringlar. Xo'sh, unda bizni chanqog'imizni kim qondiradi? Suvimiz qolmasa ishimiz ham tugaydi. Nima qilyapsan? Endi oxirgacha birga bo'lamiz. Suv bo'lsa, hamma ichish kerak, bo'lmasa, hamma sabr qilish kerak. Shunday vaziyatda faqat o'zingni o'ylashing to'g'ri bo'lmaydi. Nega qadrini bilmadim? U ilohiy omonat edi. Allohning yer yuzidagi xos insonlaridan biri bo'lish kerak edi. Men yaxshi ota bo'la olmadim. Uni rostdan ham yaxshi ko'rganimda dushmanlari qo'liga topshirib qo'ymas edim. Uni bo'ridan ham vahshiy odamlar g'ajigan. Boshqa qanday izohlash mumkin buni? Aka-ukalarim Yusufni yoqtirmas edilar. Qaniydi ular bilan ketmaganda. Eyvoh, uni men yubordim. Bu mening aybim. Koshki ketma deganimda. Koshki ruxsat bermaganimda edi. Hozir kelaman. Ko'raychi buni mana ovozi. Adashmasam bu tomonga karvon kelyapti. Ha, rostdanam. Ammo karvonlar bu yerga juda kam kelardi. Bu yerda nima qilishyapti ekan? Bizni ko'rishning imkoni yo'q. Ko'risha olmaydi. Aytaylik bizni ko'rishmasam. Ammo qo'ylarni nima qilamiz? Vaqtimiz bor. Karvonni bu yerga yetib kelishiga ancha bor. Naftali, Nima deysan? podani olginda. Ana u tepalik orqali bu yerdan uzoqroqqa ket, bor.
Boshqa safar ko'rishamiz endi. Men anavi daraxtni va uning ortidagi yerlarni bilaman. U yer Kanonga 3 farsax uzoqlikda joylashgan. O'sha daraxtning tagida quduq bor. Ruxsat ber, bu xushxabarni karvondagilarga aytay. Foydasi yo'q. U quduqning suvi sho'r. O'sha suv sho'r ekanligini aniq bilasanmi? Bu yerdan bir necha marta o'tganman. Quduqning suvi hatto hayvon ham icha olmaydigan darajada yomon. Karvondagilar tashnalikdan qirilib ketishadi. Bir ilojini topish kerak. Chorasi keyingi quduqqa yetib olish uchun yo'limizda davom etishdir. Qorong'i tushmasidan suv topishimiz kerak. Aks holda ham karvondagilar ham hayvonlar juda ham zarar ko'rishadi. Qani ketdik. Qani ketdik. Biroz tezlashing, qani. Suyukli Robbim. Akalarim menga zulm qilgan bo'lsalar ham bilaman. Doim sen men bilansan. Meni bu quduq tagidan qutqar. So'z beraman, shu quduqdan qutulsam, o'zingdan boshqaga qullik qilmayman. Faqatgina sening buyruqlaringga bosh egaman. Nima bo'ldi? Qani to'xtangchi. Ay, tinchlikmi, nima bo'ldi? Hozir ko'ramiz. Jim tur, jim tur. Tinchlan jonivor, tinchlan. Voy, bularga nima bo'lyapti, ha? Tinchlansanchi. Nimalar bo'lyapti o'zi? Qani jonivor, tinchlan. Tinchlan jonivor. Yotma, tur o'rningdan. Ketishimiz kerak. Bularga nima bo'lyapti o'zi? Tur. Hoy, hachir, tur o'rningdan. Gapga quloq solsang-chi. Nimaga yotib olyapti bular? Hayvonlarni urmang. Foydasi yo'q. Bu yerda biroz dam olamiz. Tushinglar, dam olinglar. Suv. Bu yerning qanday siri bor ekan? Jonivorlar suvni hidini sezishdi. Ular bu yerdagi suvni sho'r ekanligini qayerdan bilishsan? Nima bo'lganini tushuna olmayapman. Bu hayvonlarga nima bo'ldi o'zi? Chanqadim. Suv. Suv bor. Suvning ovozini eshitdingmi? Foydasi yo'q. Suv nordon va sho'r. Suv. Suv. Bu suvni ichib bo'lmasligiga ishonchingiz komilmi? Bir qariya juda holsiz va tashna. Rozi bo'lsang biroz suv olaylik. Balki hayvonlar ichar. Behuda ovora bo'lmanglar. Suvi sho'r, ichib bo'lmaydi. Sho'rmi? Bizdan nima ketdi? Mayli, agar juda xohlayotgan bo'lsangiz, Daf. Bir mesh olib kel.
Uni quduqdan chiqarishsa nima qilamiz? Yaxshi-ku. Karvondagilar uni topib olib ketishlarini xohlagan siz emasmidingiz? Ukamizni olib ketishlariga tomoshabin bo'lib qolaveramizmi? Seni bu gapingga qo'shilaman. Ukamizni tekinga olib ketmasliklari kerak. Lekin men buni o'ylamagandim. Nima o'ylaganing meni qiziqtirmaydi. Muhimi Yusufni yaxshi narxga sotib yuborish. Nima deymiz? Ukamizni sotyapmiz deymizmi? Yo'q, qochoq qulimizni sotmoqchimiz deb aytamiz, qalay? Meshga osilib yuqoriga chiqaman. Suvi chuchuk ekan. To'g'ri aytyapsan. Bu suv sho'r emas. Bu chuchuk suv ekan. Chuchuk suv ekan. Kelinglar. Suvi chuchuk ekan. Molik hazratlari, suvi chuchuk ekan. Ko'rdingizmi? Suvi chuchuk. Juda g'alati. Chindan ham g'alati. Men aniq bilamanki, bu quduqning suvi avvallari sho'r edi. Keling, suvdan iching. Sen Allohning bandalaridan ko'pgina insonlarni qutqarishga mas'ulsan. Bu insonlar esa seni qutqarishga mas'ul. Quduqdan chiqish uchun meshga osilib ol, Yusuf. Quduqdan chiqib otamning oldiga boraymi? Yo'q. Sen Allohning ko'p bandalarini qutqarishga mas'ulsan, bilib qo'y. Bu karvon bilan uzoq yurtlarga ketasan. Otamchi, men ularni yaxshi ko'raman. U necha yillar sening yo'qligingga sabr qiladi. Alloh shuni xohlayapti. Karvondagilardan haqiqiy ismingni yashirgin.
Sendan biron narsa so'rasalar, faqatgina quduq farzandiman deb ayt. Ammo otam mening yo'qligimga chidolmaydilar-ku. Ayriliqqa chidash yo'qlikka chidashdan osonroq. Menga ishon. Otangni oldiga qaytsang, akalaring seni o'ldirishadi. Shuning uchun meni tingla va Rabbingning irodasiga taslim bo'l. Sen Allohning bandalaridan ko'pgina insonlarni qutqarishga mas'ulsan. Nega bunchalik og'irlashib ketdi bu, ha? Torting. Qani, torting. Qani. Tortinglar. Yaxshi. Mishdagi kim bo'ldi? Tavba. Malik hazratlari. Ins jinsmisan sen yoki insonmisan? Sen bu yerda nima qilyapsan, o'g'lim? Hozirgacha bunaqa ko'rkam bola ko'rmagandim. Sen quduq ichida nima qilyapsan? Kimnidir qidiryapsanmi? Nega gapirmaysan? Tilimizni bilmaysanmi yoki qo'rquvdan gapirmayapsanmi? Hammasini gullab qo'yishdan avval og'zini yopib qo'yishimiz kerak. Men shu diyordanman. Ibroniy ekanliging aniq sezilib turibdi. Qo'rqma, o'g'lim. Hech kim senga zarar bermaydi. O'g'lim, isming nima? Yusuf. Va nihoyat Tiling bor ekan-ku. Aytchi, qayerliksan? Qaysi qabiladansan? Kimning o'g'lisan? Aytmayman. Ularning oldiga qaytishni istamayman. Ular meni o'ldirishni xohlashadi. Qarindoshlaring seni o'ldirishmoqchimi? Ular meni bu quduqqa tashlab yubordilar. Chorasi yo'q. Baribir u yerga qaytishing kerak. Iltimos, meni o'zingiz bilan olib keting. Uyga qaytishni xohlamayman. Ota-onang nima qilishadi? Bo'lmaydi. Seni olib keta olmayman. Unda menga ruxsat bering, men ketay. Meni topa olishmaydigan biror joyga borishim kerak. Bu bolani nima qilamiz, Falih? birga olib ketaylik. Agar qarindoshlari uni yaxshi ko'rganlarda quduqqa otmagan bo'lardilar. Yonimizda yuradi. Bu ma'sum chehra yolg'on gapirishi mumkin emas. Agar rostdan ham hayot xavf ostida bo'lsa, boshqa ilojimiz yo'q. U juda qimmatbaho qul. Uni agar sotadigan bo'lsangiz, qancha daromad ishlab olishingiz mumkinligini bilasizmi? Mayli, meni qul qilib soting. Roziman. Faqat shu yerdan olib ketsangiz bo'ldi. Iltimos qilaman. Bu chehra qulniki emas. Mayli, uni yonimizga ola qolaylik.
Qarindoshlari so'rab kelishsa, ularga bermang. Seni birga olib ketishimizni xohlasang, jim ketishing va bir sandiqning ichida yashirinib yotishing kerak. Rozimisan? Roziman. Hech kim bu bolani ko'rmadi. Kimdir ko'rdimi? Aslo ko'rmadik. Qaysi bolani aytyapsiz? Biz hech qanaqa bolani ko'rmadik. Cho'l biyobonda bola nima qiladi? Keragicha suv oling, tezroq yo'lga tushish kerak. Bular kim bo'ldi? Qaroqchi bo'lishmasin tag'in, ha? Nima gap? Qo'limizni bizga qaytaring. Qaysi qul? Ho, ana u quduqdan chiqqan qulda. Orqangizga berkinib olgan qul. Sizni qulingiz bo'lsa, quduq ichida nima qilayotgandi? U o'zi quduqqa sakradi. Biz otib yubormadik. Nega uni qutqarmadinglar? Biz qutqarmoqchi bo'lgandik, arqon olib kelmoqchi edik. Bu endi bizni qulimiz, bilib qo'ying. Uni bizlardan hech qachon. Agar bu bola sizlar bilan ketishni xohlamasa, nima qilasizlar? Uni bunga haqqi yo'q. Qul hojasiga itoat qilish kerak. Albatta qulingiz bo'lishni qabul qilsa. Bu nima deganingiz? Qabul qilmaydi deganingiz nimasi? Karvondagi insonlarga bas keladigan kuchingiz yo'q. Uni sizlarga bera olmayman. Buni o'zidan so'rashingiz mumkin. Qulimiz ekanligini aytadi. Ulardan qo'rqma, o'g'lim. Senga zarar bera olmaydilar. Menga rostini ayt. Ular senga kim bo'ladi o'zi? Meni yolg'on gapirishga o'rgatishmagan. Men ular bilan katta bo'ldim. Ular mening kattalarim. Ular mening oila a'zolarim. Eshitdingizmi? Axir qulimiz ekanligini aytmadikmi? Bu bolaning gaplarini ikki xil tushunish mumkin. To'g'risini ayt. Sen ularning qulimisan? Ular mening kattalarim va egalarim. Men to'g'ri javob ola olmadim. Yusufni sizlarga bermaslikka haqqim bor. Zo'rlik bilan bo'lsa ham uni sizdan olamiz. Bu yo'lda qon to'kishga ham tayyormiz. Biz ham aslo sizlardan qolishmaymiz. Siz rostdan ham mana shu qochoq qul uchun urush qilishga tayyormisiz? Bir qul uchun juda g'alati emas. Bo'ldi, qilinglar. Gaplashib olib bu ishni hal qilsa bo'ladi. Hali ham Yusufni o'ldirishni o'ylayapsan. Uni shuning uchun olmoqchi ekanligingni ham juda yaxshi bilaman. Hammasini ochiq aytib berishimni xohlamasang, Yusufni ularga ber va bu ish shu yerda yopilsin. Hozircha sen haq bo'la qol. Lekin keyinchalik seni ham bir yoqlik qilaman. Men bu qul uchun qon to'kilishiga rozi bo'lasizlar deb o'ylamayman. Qul emasligini bilsam ham haqqimdan voz kechaman. Ular bilan ketishni xohlaysanmi? Nimaga imo ishora qilyapsan? Agar bizga xizmat qilishni xohlamayotgan bo'lsang, biz ham qochoq o'zboshimcha qulni xohlamaymiz. Buni sotishga tayyormiz. Olasizmi?
Bunday to'satdan qaroringizni o'zgartirishingizning sababi Buni sababi shuki, uni ketidan yuguraverib rosa charchadik. Bahosi qancha? 1000 dirham. Undan ham ortiq. Bu qul juda ham chiroyli va aqlli. 1000 dirham qochoq va o'zboshimcha qul uchunmi? Men uncha pul bera olmayman. To'g'rirog'i pulim yo'q. Hamma pulimga mol olib kelyapman. Tushunarlimi? Maqsadimiz tijorat emas, Yusufni otamizdan uzoq tutish. Nima qilyapsizlar? Nima farqi bor? Nega uni tekinga berishimiz kerak? Nega? Menga qaranglar, yo uni taklifini qabul qilasizlar, yoki Yusufni otamizga qaytarib olib borasizlar. Tanlang. Necha dirham berasiz? Bor pulim mana shu 18 ta tanga. Yusuf uchun bu yetarli emas, bilaman. Biz Yusufni bahosi uchun uncha tortishmaymiz. Albatta, bizni dunyodagi oltin va kumushdan ham bebaho turadigan go'zal tabiatimiz bor. Qo'limizning ahvoli yaxshi va qoniqarli deb bo'lmaydi. Shuning uchun boriga qanoat qilamiz. Unutma, hali bu nag'malaringni bariga javob berasan. Nima bo'ldi? Qo'lingizni sotdingizmi, yo'qmi? Sotdik. Mayli, ola qoling. Ammo bir sharti bor. Sharti nima? Avvalo uni qochib ketmasligi uchun bog'lab qo'ying. Ikkinchidan, shunday uzoqqa olib ketingki, qaytib bu yerlarga hech kela olmasin. Agar yana bir marta seni Kanonda qorangni ko'radigan bo'lsam, sog' qo'ymayman. Menga bu qulni sotib olganim to'g'risida hujjat kerak. Bo'lmasa hech kim uni mendan sotib olmaydi. Muammo yo'q. Falih, charim bilan siyoh keltir. Bizni kechir uka. Ular bizdan ko'ra yaxshiroq. Ular bilan ket. Bu yer xatarli. Meni kechir, senga yordam bera olmadim. Bu ishlarni hammasi Allohdan. Shu karvon bilan ketaman. Ammo siz va akalarimdan xavotirdaman. Xudo barchangizni mag'firat qilishini so'rayman. Sizdan iltimosim shuki, otamning mensiz qayg'u chekishiga yo'l qo'ymang. Unga dalda bo'ling. Qulning xususiyatlari bilan birga uni menga sotishga rozi bo'lganingizni ham yozing. Unutmangki, bu hujjatning pastida sizning ismingiz va muhringiz Lovi, turadi. Benyaminga ham g'amxo'rlik qiling. Seni bag'rimga bosishni istardim. Lekin ular bizdan shubhalanishadi. O'zingni ehtiyot qil uka. Alloh doim sen bilan. Seni Xudoga topshirdim. U seni o'tmishda asraganidek kelajakda ham hifz va himoyasiga oladi. Qo'lni bog'langlar. Agar qochsa sizlarga jabr bo'ladi. Bu hujjatni ham sandiqqa solib qo'ying. Yo'lga hozirlik ko'ringlar. Ketamiz. Ketamizmi? Sabr qil. Biz uni ketganiga amin bo'lishimiz kerak. Qani haydang otlarni. Ketdik.
Nega endi yig'layapsan? Men ular bilan xayrlashishni istagandim. Lekin hech birlari men bilan xayrlashmadilar. Juda qiziq. Men ularning nigohlarida senga iliq munosabatni ko'rmadim, lekin sen ularga yaxshi munosabatdasan. Ular bu sadoqatingga arzirmikan? Har qancha meni ranjitgan bo'lsalar ham, ammo men ularni yaxshi ko'raman. Endi hamma o'tmishingni unut. Endi sen menga qulsan. Bundan foydalanib qol. Qul egalari ortiq bizni ta'qib qilisha olmaydi. Ularning maqsadi nima bo'lganini bilmadim. Ularni birdan paydo bo'lib qon to'kishga intilishlari, yana qon to'kilishidan voz kechib, uni osongina 18 dirhamga sotib yuborishlari juda Men ham tushuna olmadim shuni. Yusufning ahvoli yaxshimas deb xavotir olyapman. Yuragim bezovta nimagadir. Kun o'tyapti, lekin Yoqub haliyam umidvor o'tiribdi. Agar o'g'illari Yusufni topib keltirishsa, Yoqub o'ziga kelardi. Bu mojaroda o'zimni aybdor sezyapman. Xudovand bizlarni ham kechirsin. Biz ham Yusufni sardor bo'lishini yoqtirmadik. Ammo uni o'limini hech ham istamagandik. Yoqub ishonmayapti, lekin Yusufning o'lgani aniq. Nima bo'ldi? Bo'ri kelib birinchita qo'ylarni bo'g'izlab ketibdi. Sen nima qilib turuvding unda, ahmoq? O'lib qolganmiding? Men bir o'zim eplay olmadim axir. Bo'rilar ko'p edi. Men bir o'zim edim axir. Bironta bo'ri bizni qo'ylarga tegmagan edi. Bu gal nima bo'ldi? Shunday bo'lish kerak edi. Bundan bu yoqga faqat shunday bo'ladi. Biz ham vaqtida bo'rilardek bitta qo'yga tashlandik. Mana endi javobini olyapmiz. Bu hali boshlanishi. Seni kinoyalaring jonimdan to'ydirdi. Boshqa chida olmayman. La'nat bo'lsin sendaqa ukalarga. La'nat. Yop og'zingni loviy. Hozir abjag'ingni chiqaraman. Shamon to'xta.
To'xtang! To'xtang! Ibroniy quli qochib ketdi. To'xtang! Yusufni ko'rmadingizmi? Ibroniy qulni so'rayapman. Yo'q, bilmayman. Uni sen olib ketayotganding. Orqamga qayrilib qarasam, yo'q ekan. Endi nima bo'ldi? Falih uni menga omonat topshirgan. Agar yo'qolsa meni jazolashi turgan gap.